PR deydi. Menga PR kerak emas. Boshqa birovga aytasan u gaping. Men kimman? Menga nahvoy kerak. Naborot kimdir bilan tortishsam, kimdir bilan solishsam, kimdir bilan buzilishib qolsam, u menga ziyon. Menga vobshe PR kerak emas. Shunday efirimda ochaman, batilimni banglatib tashlayveraman. Menga birov gapirmasa ham, birov g'iybat qilmasa ham, meni efirimda 20 ming odam o'tiraveradi. Meni o'zimda auditoriyam bor. Menga vobshe PR kerak emas. Menga vobshe PR kerak emas. Men mujik bo'laman. Men vobshe birovga PR qilmayman. Bir joyga borib turib, qo'pol qilib aytsam, non tuz yesam, non tuz yegan joyimga tupurayotgan bo'lamasman. Videolarini tashlashdi, rosa gapiribdi. Oldimizda tili chiqmay 2 kun qo'shilmadi ham. Ketgunicha hammasi bilan xayrlashib ketdim. Hammasi bilan iliq ketdim. Unday qildim, bunday qildim. Qanday ketdi aytchi? Odamlar bilsin. Ben indamay chiqib ketdi. Endi so'rashib, mayli diyor unaqa. Agar olmaydigan, men shunday qilmaydigan iymoni but bala bo'lganida Sardor bergan non tuzingga roziman o'g'ayni. Tushunmovchilik bo'ldi. Hamma shugayna menda bo'ldi. Agar ana shu ishim noto'g'ri bo'lib, agar qilmaganman, Alloh uchun bergan non tuzingga rozi bo'lgan jigarim, do'stimsan meni deb chiqib ketardi. Ketib olib turib, O'zbekistonga borib orqamdan gapirib yurmaysizlar.